Salom qadrli do'stlar, qadrli zo'r mebel obunachilari, mana navbatdagi xonadonimiz mebellarni olib kelib joy-joyiga qo'yib oldik. Xudo xolasa hozir ko'rib turgan mebellarda chiroyli qilib obzorni qilib beramiz. Sizlardan bo'lsa like tugmasini ham bosib qo'yishlarni so'rab qolamiz. Obuna bo'lmaganlar albatta obuna tugmasini ham bosib qo'yinglar. Hozir xonadon egasidan ikki og'iz o'zini fikrlarini eshitamiz, keyin to'liq obzorni qilib beramiz mebellar. Assalomu alaykum. Biz bir oy bu kishini kuzatdik. Bu kishining ishlari ma'qul bo'lgani sababli chaqirib zakaz berdik. Zakaz olgandan keyin bu kishi 20-25 kunga tayyor bo'ladi. Zavodni 6,5 million to'ladik. 11,5 necha pulga bo'ldi? 11,5 million dogovor edi. 6,5 millionni to'ladik. Olib kelgandan keyin qolganini berdik. Mebellar ko'rishni oldimi opa? Xursandmisiz? Ishlari toza, chiroyli, sifatli. Sizlardan zakaz beringlar. Rahmat opa. Sizlarga ma'qul bo'ldi. Rahmat. Rahmat. Ilohim yaxshi kunlarga tutinglar opa. O'tib tursangiz bo'laveradi endi. Xo'p do'stlar, qaranglar. Ko'rib turgan mebelimiz salkam 3,5 metr joyga tushgan. Qisqagina obzor qilaman, sababi mikrofonimiz zaryadkasiga qaramagan ekan, zaryadkasi o'chib qolishi mumkin, ovoz chiqmay qoladi. Shuning uchun boricha tezlikla obzor qilib beraman. Halidan deydi korobka qismiga olib berganmiz. Xo'p, salkam 3,5 metr joyimizga tushgan mebelimiz. O'ng tarafga bitta oyna, chap tarafga bitta oyna tushirib berdik. Buni klientimiz o'zi o'sha xo'jayinlari o'sha tanlagani uchun mana shunday narsani qilib berdik. Bu yerga bo'ladigan bo'lsa smith-sitlini qo'yib berdik. Sapalaman smith-sitl jo'mraga pastga tushadigan smith-sitlni qo'yib berdik. Yaqinroqdan ko'rsatib tursangiz ham bo'laveradi, operatorga aytamiz. Mana bu smith-sitldan qo'yib berdik. Palaman smith-sitlimiz 5 yil garantiyasi bor. Mana bunimiz bo'ladigan bo'lsa rakvinamiz, nemetskiy rakvina 10 yil garantiyasi bor. Dozatorlari bor. Hamma narsasi joy-joyida. Mana bunday narsalarimiz mana ko'rib turganlaringlardek musor paqirlari ham bor. Musor paqirlari ham o'sha har bitta xonadonga kerak bo'ladigan narsa, maza qilib ishlatsa bo'ladigan narsa. Bular bo'lsa mana bunday tepaga ochiladi. Halidan tepa qismiga bo'ladigan bo'lsa vaqtinchalik polka qo'yib qo'yganmiz. Polkani olib tashlab turib, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, Aristonni montajini joylab qo'ygan. Aristonni o'rnatib qo'ysa bo'ldi. Ulab qo'ysa bemalol ishlanadi. Xudo xolasa podarkalar deganning sababi mana shu podarkalarimiz, mana shu narsalarimiz mana ko'rib turganinglardek bu vishilka deydigan naborlarimizni qo'yib berganmiz. Gaz plita vichkalarni ham olib kelib berdik. Gaz plita vichkalarda pul отдельно hisoblanadi. Sizlarga aytib o'tdik, doim отдельно hisoblanib o'tadi. Kalyonni oynamizni qo'yib berganmiz bu yerga. Kalyonni oynani ham yaqinroqdan ko'rsatib qo'ysangiz bo'laveradi. Kalyonni oynamizni ham qo'yib berganmiz. Kalyonni oynamiz mana shunday holatiga bo'ladi. Gaz plitadan issiq narsani olgan vaqtida shu ustidan foydalansa bo'ladi. Go'sht maydalab, sabzi to'g'rasa ham bo'ladi mana shu narsaning ustida. Xo'p, bu gaz plitamiz past tarafiga bo'ladigan bo'lsa, qoshiq qo'yadigan poddomlarni ham joylab berdik, xudo xolasa. Sareskalarni ham ko'ryapsizlar, tortmalarni ham tekis joyida ishlayapti, xudo xolasa. Bu yerga bo'ladigan bo'lsa, sushurkasini joylab berganmiz. Rangi qanaqa ekan deganlarga savoliga javob beramiz. Rangi past tarafiga mokriy, polni, bu tarafi bo'ladigan bo'lsa, Grey Deluxe rangimizdan qilib berganmiz. Ichki tarafi bo'ladigan bo'lsa, kashmir laminatdan yasab berganmiz. Rossiyani Tomskiy laminatdan, suvga pishiq laminatdan. Ichki taraf polni 100% ga, ichi ham, tashi ham qalin lentada bosilgan. Xudo xolasa, tepa plafon qismlarini ham olib o'tib berganmiz. Stol usti rossiyskiy stalishniy qo'ygan. Akrilimiz 1.8 mm qalinlikdagi yaxshi akrilimizdan ishlatib berganmiz. Xudo xolasa, sizlarga mana shunday mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Xudo xolasa, chiroyli qilib ishlarni bitirib beramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Sizlar bilan yana qaytib zo'r bo'lmaydi. Ko'rishguncha salomat bo'ling.